Yangi soatlarda siz bilan birgamiz, qadrdonlar va bizni qadrli deb bilganlar. Hamisha sizdan qaynoq SMSlarni, mehrli xabarlarni, yaqinlar uchun tabriklarni ham kutib qolamiz. Maqsad, orzu inson hayotidagi eng oliy bir jihat va ushbu jihatlarni o'ldiruvchi narsa bu dangasalik ekan. Aslo dangasalikka berilmang. Maqsad, orzu ortidan hamisha dadil ergashing deb qolamiz. Bizda suhbatdosh va suhbatimiz bugungi kunda Serquyosh o'lkamizda yetishtirilayotgan meva va sabzavotlarni eksport jarayonini rivojlantirish borasida bo'ladi. Mirishkorlar aynan kuzgi hosilni yig'ishtirib oldi. Navbat ularni eksport qilish, eksport salohiyatini oshirish va bu borada davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan islohotlar zamirida aynan ushbu tizim ham nazardan chetda qolmagan va rivojlantirish borasida dasturlar qabul qilindi. Ushbu yo'nalishda suhbat olib borish maqsadida studiyamizga O'simliklar karantini chegara maskani mudiri Sirojiddin Mardonovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Aynan vazifa mas'uliyatli yurtimizning keng dalalarida yetishtirilayotgan meva sabzavotlarni ishonchli, xaridorgir, aynan talabga yarasha qilib yetishtirish va uni eksport jarayonini bir tashkillashtirib berish maqsadi mujassamda. Bu vazifada albatta soha mutasaddilarining ham o'ziga tegishli bo'lgan qismi mujassam. Keling, bu borada o'zingiz kengroq ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Mana bugun O'zbekiston Respublikasini o'sha eksport salohiyatini rivojlantirish maqsadida dastur qabul qilingan. Bu bo'yicha Respublika karantin agentligiga, O'simliklar karantini va himoyasi agentligiga topshiriq berilganki, 3 milliard 200 million so'mlik eksport hajmini amalga oshirish bo'yicha. Xuddi shundan Navoiy viloyatiga 29 million 200 million so'mlik o'sha eksportni amalga oshirish belgilab berilgan. Bu bo'yicha hozir mana ko'pchiliklaringizning xabarlaringiz bor. Prezidentimizning Mongoliya davlatiga tashrifidan keyin o'sha 225-sonli qaror qabul qilindi. O'sha respublikada chorvachilikni rivojlantirish, go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish maqsadida. Shu bo'yicha Mongoliyadan 100 ming bosh qo'y bizning respublikamizga kirib kelyapti. Albatta o'sha kelgan yuk samolyotlarida o'sha bo'sh ketmaslik maqsadida o'shalarga meva sabzavot yuklab Mongoliyaga eksport qilish belgilab berilgan edi. Shu bo'yicha mana avgust, oktyabr oylarida Navoiy viloyatidagi xalqaro aeroport orqali 250 ming dollarlik mahsulot eksport qilindi. Bu hozir yanvargacha davom etadi bu ishlarimiz. Bunda albatta hozir Mongoliya davlati bizlarga yangi bozor hisoblanadi. Bunga kirib borishda ham o'ziga xos u davlatlarning talabi bor. Har xil o'sha mahsulotlarimiz kasalliklardan xoli bo'lish kerak. Zararkunandalar bilan zararlanmagan bo'lish kerak. Shu maqsadda bizlarda o'sha karantin xodimlariga berilgan topshiriqlar bo'yicha har bir eksport qilinadigan mahsulotni ko'rikdan o'tkazib, kasalliklardan xoli ekanligini ko'rib chiqqanimizdan keyin sertifikat beramiz. O'sha bo'yicha keyin bojxona rasmiylashtiruvlari amalga oshirilib, davlatlarga kerakli o'sha mahsulotlar eksport qilinib kelmoqda. Hozirda jarayon boshlandi. Jarayon davom etmoqda. Hech qanday muammo aniqlanmadimi? Yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Faqat nima deymiz? Eksportda tadbirkorlarni davlatimiz tomonidan